erkak sifat ayollar va xotin sifat erkaklar tug'ilmaydi. Ular shunday bo'lib qoladi. Hech bir qizaloq bolaligida men hamma yukni yolg'iz ko'taraman deb orzu qilmaydi. Hech bir o'g'il bola esa mas'uliyatdan qochadigan erkak bo'laman deb ulg'aymaydi. Lekin hayot, tarbiya, og'riqlar va munosabatlar ba'zi insonlarni o'zgartirib yuboradi. Ba'zi ayollar yillar davomida suyanadigan yelka topmagani uchun kuchli bo'lishga majbur bo'lishadi. Ba'zi erkaklar esa mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni o'rganmay ulg'ayadi. Natijada oilada rollar almashadi. Ayol hamma yukni ko'taradi, erkak esa qaror qabul qilishdan ham chekinadi. Shunda ikkalasi ham baxtsiz bo'ladi. Chunki ayolning qalbi ham ba'zan suyanishni xohlaydi. Erkakni hurmati esa mas'uliyatni zimmasiga olganda ortadi. Muammo bir-birini yengishda emas, muammo bir-birini to'ldirishni unutishdadir. Sizningcha erkak sifat ayollar va xotin sifat erkaklar ko'payishiga eng katta sabab nima? Tarbiyami, jamiyatmi yoki oiladagi noto'g'ri munosabatlarmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.